Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar. Mana ishimiz boshlanyapti. Protsessni ko'ryapsizlar. Mana hozir un elanyapti. Mana bu menman. Hozir mana bu yerda xamirni ko'rsataman. Mana xamirimiz. Mana shu xamirimiz. Mana shu xamir. Hozir endi xamir olinadi. Shu protsessni ham ko'ramiz inshaalloh. Hozir un sepilib bo'ldi. Un sepilayotganini ko'rdinglar. Hozir xamir olinadi. Mana xamir olinish protsessi mana ko'ryapsizlar. Hozir mana 3 ta xamir, 3 ta anaqada idishda xamirimiz bor. Shu xamirlar olinadi, keyin qolgan protsessni ko'rsataman inshaalloh. Mana yana do'stlar, zuvala olinish protsessi. Hozir mana zuvala qilindi ana, ko'ryapsizlar. 53 gram olinadi bu kartoshkaga. Kartoshkani 3 xil qilamiz. 4 xil ekan. Narxlari 3000, mana tarozi 55 gram bo'pti. Shunaqa 53-55 olinadi. Mana hozir ko'ryapsizlar 53 gram mana. Yana biri bor. Narxlarimiz 3000, 4000, 5000. Mana ko'rdinglar, hozir endi yayiladi. Yayilib kartoshkani solayotganda ko'rsataman bu yoqini. Narxlar haqida ma'lumot berib boraman. Mana do'stlar, yayilish protsessi va kartoshka solish protsessi. Ashi 53 gram. Anaqamiz. Mana kartoshkamiz ancha solinadi. Bu 3000 so'mdan. 4000 so'mligi zuvalasi 50 gram, bundan 3 gram ozroq, lekin kartoshkasi ko'proq solinadi. Qancha solinadi desa 80 gram, 84, 85 gramgacha. Ya'ni shu 30, 35 gram. Mana taroziga bitta qo'yib bering-da. Mana tarozida 75 gram bo'lyapti. Necha ko'payib ham ketibdi, mayli. Rozimiz. Hozir mana 22 gram, 23 gram solinyapti. Ana buni olavering. Uni ham qo'yib bering-da, narigisini ham. Ana ko'rdinglar-a? Mana shu shaklda. Ana bo'ldi. Ko'rdinglar-a? Ya'ni o'sha 72, 73, 75 gram atrofida bo'ladi. 3000 so'mlik pirashka 20-22 gram solinyapti. Kartoshkamiz ancha ko'proq ekan. Mayli, rozimiz Alloh uchun.